偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Edison! Hey Edison! Balam tamıkın niye? Balam kendi sen! Edison! Tuxumni nima qilasan? Nima qilgin bu balam? Cho'ji chiqiraymikin deyman. Nima? Cho'ji chiqiraman? Tuxumni sen basamsan? Mo'jiza bu. Chiqqinglar nima deyishyapsizlar? Edison tuxumni besib, cho'ji chiqiraman deydi. Nima? Sen boshqaning cho'ji chiqamdi. Nimishqa chiqmaydi ekan? Mekiyammi shundoq bosadi-ku. Edison, sening olqining bilan Mekiyaning badini o'xshamaydi. Beka avar bo'lma. Bala. Bir, iki. Edison, sen geldi atmam sen. Ata deme. Kepenek nima uchun uchalaydi? Nima uchun degina? Onun kanıtı var da kanıtı. Qanoti bo'lsa uchalamda. Çünkü sancho ata deme. Ada baqa, demamsa. Ustam. Nima? Ot nima uchun kuydi? Yana so'rg'ili turding-ku, ha? Bu mundaqka, Edison. Chunki u yanidi. Shu uni o't deymiz. Yanadigan narsa o't, ha? Ot nima uchun yanadi? Ot degan nima? Mang chiqib o'yiningni o'yna. Mana o'ynab kel. Nima odamning koshini qiladi bu shumtak? Mana. Ay, ot degan zot nimadi? U nimadan paydo bo'lgan narsadir? Ha, to'g'ri. Habballe. Ot ketdi! Ot ketdi! Nima bo'ldi? Nimish bu? Su aka, men chaqabil. Yana aka, men. Tez, chaqabil. Ya Allah, oxiri o'chdi. Kim? Kim o işdiki? Çıqa bu yoqqa. Edison. Senmidin? Bu senin qilgan ishing-kanda. Nima qilding bu?
man qarang da gepimni anglang. Men o'tning qanday yanadiganligini bilmoqchi edim. Bilim izləyici bu bala uzun ötmey mektepke kirdi. Yaxşı, köpçülük diqqat qılыңlar. Bu quşqaş. Qaranglar, üstüdeki temir tumshuq. Muallim, men bir narsani so'ramoqchi edim. Nimani, Edison? Qushqashni nima uchun qushqash deymiz? Quşqaş nima? O nasıl bir quşqaş tursa? Edisonning uzunishi yana boshlandi. Savoqdaşlar, 3'ga 6'ni qo'shsa, necha bo'ladi? Muallim, mening bir savolim bor. Nima, Edison? Biriga birini qo'shsa nima uchun 2 bo'ladi? Kechki so'raydi ekansan. Bu tushunishlik masala o. Yana so'rag'aning nimasi, Edison? Tura, men seni turg'izib qo'yman. Edisonning o'tirib qo'ygan savollari amaliyotda shaylarning mohiyatiga taqaladi. Qisqasi, o bizga ovozliq etmadi. Undaq bo'lsa bu balni qanday qiladi? Nim dedingiz? Tushundim. Bundan keyin bu balani o'zim o'qitay. Shunday qilay. Mushu sababdan o'smir Edisonning maktab hayoti 3 oyga bormay oxirlashdi. Ertasidan boshlab apsi ma'lum bo'ldi. Edison o'quvchi bo'ldi. Shunday qilib, bu 2 kishilik maktabda dars boshladi. Kepinak faqat qonatiga va havoning ruhiga tayinib uchidi. Mana bu kepinakning uchishidagi sir. O faqat qonati orqali havoda uzidi ekanda. To'g'ri, Edison. Jura, sirtga chiqib kepinakni Biratno opa, hajib obdan dedingiz. Jurang chiqaylamsa. Uçunglar, uçunglar. Üzümlar. Balam, mayak ekan. Nima u opa? Qara avlunga. Kepinak tuqqilyotidi. Kitobniki bilan o'xshashgan. Shundoq balam, kitobni ko'rib amaliyotni kechirsa. Ondan keyin yana fikr yurgizsan. Uqdingmi, balam? Shundan keyin o'smir Edison kitob o'qishga boshlab kirib ketdi. U kitobdan o'rgangan bilimlarni amaliy sinovdan o'tkazmas bo'lmaydi. Shung ota-onasi uning atab yer ostida bir tajribaxona rastlab berdi. Mek, mani ichvat. Bu nima? To'g'ri, buni ichsang uchisan. Rost uchamdimi? Bo'ldi, o'ltir. Hozir sening badaning havoga to'shdi. Endi sen sharga o'xshash uchisan. Ushmansan. Nasıl oldu? Edison, nima qilding bu? Sen aqlima totdi. Bu kalva, maqtotga bırak. Edison, adam badaniga sinaq qilsang qanday bo'ladi? Meni kechiring opa. Edison haqiqiy sinov uskullarini setib olish uchun ba'zi sesasa davozda poyezdlarda ketdi. O'smir Edison 1 minut vaqtni shunday qadrlaydi. Shunga o kelib satgan vaqtdan foydalanib, poyezddan kichik tajribaxonada bir narsa oldi. Shundan keyin Edisonning havasi bara-bara tok va telegrammaga markazlashdi. U tadqiqotni texnik yaxshi qilish uchun Bostondagi telegraf xizmatga kirdi. Ma'lum o'tering. Bo'ladi. Edison oxiri dunyoga kelib chiqdi. Nyu-Yorkka borgan poyezdni batdan setib oldi. Opa, oğlunuz hozir keşfiyatçı buluş oldida turibotidi. Edison Nyu-Yorkka borgandan keyin iqtidorini texnik joriy qildirdi va uzun o'tmay savdo o'rnidan telegraf xabar ishlaydigan bir xizmat topdi.
Ondan topgan puli orqali o'zining tadqiqot bilimi va zavodini qurib chiqdi. Başlayaq. Sizga telegramma. Bechora opam. Shundoq qala. Kitob Evet. Edison shundan keyin patifon, qo'g'ishin latta, kino apparati va elektr mashinasi qatorliq narsalarni kashf qildi. Uning ayni vaqtdagi o'tning nima uchun kuydiganligini bilishga intilgan sabiy yuragi oxiri ulug' kashfiyotlarni barliqqa keltirdi. Edison 1879-yili elektr chirog'ini kashf qilib, bu qimmatli sovg'ani bizning barliq odamlarimizga qoldirib ketdi. Edison Thomas Alva 1931-yili 84 yoshida olamdan o'tdi. Buningdan taxminan 170 yil ilgari Yaponiyaning Irago Koniyama tog'idagi ibodatxonada Yokan ismli bir mashhur rohib o'tgan edi. Ammo odam qo'sqiga yanala bir narsa yeyishga to'g'ri keladi. Şuna Yukan oqsoqolmi ba'zida sapal oyog'ini kiyib, kanatga berib, tavob qilg'ash kishilardan yordam so'raydi. Kim o tavlığan? Yohan oqsoqolmi? Sizlar birdam saqlab tursizlar, Nami Amitabha, Nami Amitabha, Nami Amitabha. Az bo'p qoldi ko'ngillarga amsizlar. Nami Amitabha, Nami Amitabha. Oqsoqol, ajab obdan ketdilar. Bu texi boy pishirgan nomi gurushni netdi, tetib baqsizlar. Ajab obdan bo'ldi. Qaraganda Yukan oqsoqolning turmushi xili obdan o'tibasi kerak. Bak o'xshabdi. O'tsatva, silmo tetib baqsizlar. Yukan oqsoqol mashhur oilada dunyoga kelgan bo'lsa-mu, lekin u atoq obro'y qo'lashmaydi. U 18 yoshida ailesining mol-mulkini enisiga tashlab berib, o'z uydan chiqib oddiy rohib bo'lib olgan. Keyin u shu davrdagi birinchi darajalik olim va oliy darajalik rohib bo'lib qoldi. Ammo u bu ishlarni qilchi sezmagandek oddiy sodda yashab ketaverdi. Nima degan esil gullar bu? Nima degan tez furqat? Yukan oqsoqol uxlab qoldi. Çüş. Sizlarmitinglar? Qaranglar, men sizlarga top og'ash keldim. Ma'lum ba? Qaranglar, ma'ni o'ynaylar, bo'lamdi. Bolada top oynayli. Bolada. Bir, ikki, qishqash qondi tarafqa. Bir, ikki, qishqash qondi tarafqa. Bo'ldi mu? Birdan turib turing. Bo'ldi mu? To'xtab turing. Bo'ldi mu? Birdan turib turing.
Xeyli obdan müküptüm deyman. Kim? Nima adamsan? Müküşbek oynavatdimiz. Yokan aqsaqalkan sizda. Vallahi o'ylarga ketgili ne vaq? Ajab, ish uqmaydigan balla ekan juma bu. Yokan aqsaqal, texi tamaq yemaganlar haqachon. Jisla, biznikiga berib, tamaq yeb kesla. Bo'lamdi? Men baxijil bo'lyapman. Shunda qilib ular Yokanni obdan mehmon qilib yo'lga sep qo'ydi. Mana endi u rozi bo'lgan holda daladagi chig'ir yo'l bilan uyga qaytib ketyapti. Kechda havo nima degan teyzi? Ajab rahatlandim ha. Keling, bu shumtekni og'ir tutadigan bo'ldik. U hayvon, men sana o'zini bir tuntib qo'ymaydigan bo'lsam. Ay, mana. Ura. O'g'ri, atimingni bir berib qo'ymasam seni ikkiye. Yokan aqsaqalkan bu. Voyjon, ajab og'ir edi. Kechirsizlar. Kechirgaylar. Biz sizlarni ziroat o'g'irlig'iga kelgan o'g'rimkin deb qopdik. Shundoq, raz aqsaqal kechirsizlar bizni. Yo'qsu. O'zimdim mo ketdi. Yerim kechida etizliqda mangandan keyin o'g'ri demay nima deysizlar? Turinglar. Turinglar. Kent o'rtog'idagi kemiç kanmisi kent bo'yicha mijozi eng g'alati odam edi. U Yokanni bir odamning maqtig'idan anglasimi, xafa bo'lib ketadi. Sizdan chaqqandara uni faqat ochiq kelmadi. Raz, ham mushatdiq, ham tabdiq. Mushkillar asosan Yokan haqiqatan katta erbobkan. Nima deding? Qanday arbab deding? Bu degan bir tilamchi shayx. Uqdingmi? Tilamchi. Ey, bo'ldi xil. Bu oliyjanob Ibrohim. Sen bir araqkash. Sen nimani bilading? Hey. Nima deding? Bo'ldi xil. Bo'ldi voyjon. Bo'ldi. Mana hepsi. G'alati mijozlik odamlarning hammasi shunday bo'lsa kerak. Kanmisi shundan tortib Yokanga texmi o'shib ketdi. Ammo Yokanning bundan qilchi xabari yo'q edi. Bir kuni Kanmisi. Meni daryodan o'tkazib qo'ysam bo'lamdi. Yaxshi. To'g'ri, o'zil tushdi mana. Bugun havo xili obdan bo'lyapti-da, ha? Yokan aqsaqal. Havani aytdi obdan. kema daryoning o'ttirig'i bag'anda. Hey, o yoqqa qarang. O yoqqa. Nima? Qarang, anaqa. Hech nima yo'q-ku. Voy. Au. Vah. O'zi Qasimi uni o'ldirib qo'ysam o'likni tortib chiqishni o'zi bir avorchilik ish deb o'yldi-da, birdan qarab turgandan keyin kiyim palag'ining bir o'shini Yokanni qusnib berdi. Kanmisi, siz mening hayotimni qutqizib qoldingiz. Men sizga nima deb rahmat aytishimni bilmayapman. Rahmat. Yokan aqsaqal xalqdan kaskemas gumonlanmaydigan oq ko'ngil odam edi. Arzu ishq ochdi. Ko'ngliga yig'ilib qolgan ochiqmi chiqdi. Ammo nima ish qildi? Kansimey bu yerda parishon o'tiribdi. Kanmisi. Meni daryoning u qetiga yana siz o'tkazib qo'ysangiz bo'pti ekan. Kanmisi. nima? Mau may bo'lamdi ekan. Men buni Amsi men buni baya menga qilgan yaxshiligingiz uchun sovg'a qilay. Bu Xudoning iltifoti. bo'ldi. Menga bir narsa sovg'a qilmasizlar. Men sizdan bugun ko'p minnatdor. Rahmat.
んまあishni voy sho'ril qurg'ur Kanmisi bugün sana nim boldu. Şunu deyme onun çırayım özgürüp kaptık o. Yok ana aksakal bayım şey büyütüp get beni bakaylı. Gökhan Aksakal! Kanmisi. Men bu meni birli içeli deb ekegan. Birli içeli. Qanaq Gökhan Aksakal? Şundaqmı? Belli. Hazır vaqtida keldinglar. Meyga sizlarmi daxil bo'linglar, ha? Bu kandak gap. Nima degan chiroyli oy chiqqan. Qani, ichinglar. Degan esilmay. Yaponiyada Iraga Koniyama'dagi kishilar Gökhan Aksakal haqidagi bu hikoyani ta hozirga qadar aytib kelmoqda. 遊び好きだけどのっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私姫は大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してランチャがしたいのよね